Agar siz ham Xitoydan tovarlarni qo'rquvsiz, sifatli va xatolarsiz buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, men ismim Murodjon Rabbim. Bu videoda sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz sizga bonuslar mavjud. Xitoydan tovarlar olib kelish bo'yicha 2 yildan beri shug'ullanib kelaman va mana shu Rabbim channel sahifamda hozirgacha minglab o'quvchilarga Xitoydan zakaz qilishni noldan o'rgatganman. O'quvchilarimdan fikrlarini bu yoqda ko'rib turibsiz. Ko'pchilik biznes boshlagan yoki o'zi uchun arzon narsalar zakaz qilishni o'rgangan va bularga noldan o'zim o'rgatganman. Birinchi o'rinda o'zi nimaga aynan Xitoydan buyurtma qilishimiz kerak? Xitoy, bilasiz, dunyodagi eng katta ishlab chiqaruvchilardan biri va O'zbekistondagi ham 80-90% mahsulotlar made in China, ya'ni Xitoyda ishlab chiqarilgan deb yozilgan bo'ladi yoki Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Agarda O'zbekistonda ishlab chiqarildi deydigan bo'lsak ham, uni stanoklari yoki uni ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'pchilik Xitoydan bo'ladi. Undan tashqari Xitoy bozorlarida juda ham katta konkurensiya, boya aytganimdek ishlab chiqaruvchilar ko'p bo'lgani uchun siz bundan foydalanib ancha arzonga yoki biznes boshlash uchun Optimga ham xarid qilishingiz mumkin. O'zi qaysi ilovalardan tovar olib kelsa yaxshi, ya'ni buyurtma qilib olib kelsa yaxshi. Faqat bittasiginadan olib kelsangiz yaxshi, bundan foydalaning deb aytmayman, chunki hammasini o'zining funksiyasi bor. 1688 mi, Taobao mi, Pinduoduo mi, WeChat mi, to'lov uchun Alipay mi, hammasini o'zining funksiyalari bor va men sizga shuni qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Bu videoni boshida sizga aytish esimdan chiqib ketibdi. Birinchi o'rinda o'zi maqsadingizni aniqlab oling. Qanaqa tovar olaman, qancha vaqtda menga kerak, u tovarni nima qilaman, menga qancha foyda qilyapti, oldindan kargosini bilib oling va asosiysi maqsadingizni aniqlab oling. Keling, 1688 o'zi qanaqa programma? 1688 ko'proq Optim va zavodlar bilan ishlash uchun. 1688 da qancha ko'p olsangiz, shuncha arzonlashtirish ehtimoli bor. Bu yoqda siz tovarlarni o'zingiz tekshirib, sotuvchini ham tekshirib, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi, ko'proq Optim uchun. Endi Pinduoduoga keladigan bo'lsak, Pinduoduo ilovasi ko'proq bitta ikkita tovar xarid qilish uchun, dona tovarlar zakaz qilish uchun, lekin bemalol bunda ham Optim xarid qilsangiz bo'ladi, lekin narxini arzonlatish qiyin. Masalan, 1688 da chiqmagan tovarlar Pinduoduoda chiqishi mumkin yoki Pinduoduoda chiqmaganlar 1688 da chiqishi mumkin. Pinduoduoning plus taraflari unda ba'zi brend tovarlari bor, bemalol unda ham Optim zakaz qilaversangiz bo'ladi. Undan tashqari elektronik tovarlar bor, uy ro'zg'or tovarlari Pinduoduoga zo'r tushadi. Endi Taobao programmasiga o'tamiz. Taobao programmasiga ham Pinduoduoga o'xshaydi, lekin Pinduoduodan ozgina farq qiladi. Unda brend tovarlar yo'q, unda ham donaga zo'r. Tovarlar assortimenti ko'p. Pinduoduo bilan Taobaoni almashtirib ishlasangiz bo'ladi, chunki ba'zilari unda bor, ba'zi tovarlar bunda bor. WeChat programmasi. WeChat programmasi Optim uchun ham, brend uchun ham universal qilib ishlasa bo'ladi. Uni faqat bir ikkita qiyin joylari bor, chunki u marketplace emas, u universal programma. Unda to'lov tizimi bor, undan tashqari boyagi tovarlar sotib olsa yoki sotsa bo'ladi. Undan tashqari messenjer bor, xuddi Telegramga o'xshagan yoki gaplashsa bo'ladi. Agar siz tovar xarid qilib, pul o'tkazishni qilmoqchi bo'lsangiz, sal qiyinroq. Unda qanaqa sxema bo'ladi deydigan bo'lsangiz, unga xuddi mana Telegramga o'xshab kontaktlar qo'shasiz. Kontaktlar ular qabul qilganidan keyin siz ularning tovarlarini ko'rib, xuddi Telegramga o'xshab mana yozasiz. Bu yoqda sizga skrinshotini ko'rsatib qo'yamiz. Undan tashqari u yoqda kolичество katta, qancha kontaktlarni ko'proq qo'shib o'zingizga kerak tovarlarni topishingiz mumkin. WeChatda yana bitta plus tomoni, birga bir lyuks tovarlar juda ham ko'p va o'zingizga bo'lgan juda ham sifatli bo'lgan kiyimlarni, oyoq kiyimlarni, brendlarni, har xil narsalarni olsangiz bo'ladi. Plus tarafi shular. Undan tashqari to'lov tizimini ulab qo'ysangiz umuman muammo bo'lmaydi. Endi sizlarga yana Alipay haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Alipay Xitoyning to'lov tizimi. Bu ham ozgina qiyinroq, lekin men bilan birga unaqa qiynalmaysiz. Alipay WeChatga ham, Pinduoduoga ham, 1688 ga ham bemalol to'lov qilaverasiz. Lekin 1688 WeChatlarga boyagi Visa karta o'tmaydi. Mastercard Visa karta o'tmaydi, faqat Alipay bo'lishi kerak. Qanday yetkazib beruvchilar, ya'ni kargo tanlash kerak. Kargolarda ko'pchilikda muammo bo'ladi. Yetkazib beruvchilar menga qimmat aytdi yoki tovarim vaqtida kelmadi yoki yo'qolib qoldi degan narsalar bo'ladi. Bu narsa kargoga ham bog'liq va siz olgan tovarga ham bog'liq. Bu aynan mana shu sizning og'rig'ingizga yechim bo'ladi. Birinchi o'rinda tovarlaringiz o'zingiz xohlaganday kelish uchun birinchi o'rinda sotuvchini, keyin tovaringizni va undan tashqari kargoni ham tekshirishingiz kerak. Sotuvchilarni qanaqa qilib tekshirasiz? Birinchi o'rinda ularning reytingi bo'ladi. Bu yoqda skrinshot qo'yib qo'yamiz. Yulduzchalarda 4-5 yulduzchadan oshgan bo'lishi kerak. Undan tashqari ularni tovarni otsiflari bo'ladi, fikrlari bo'ladi yoki sotuvchi haqida fikrlari ham bo'ladi. Tovarni sal pastroqga tushsangiz, ko'p ilovalarda bo'ladi, otsif qismi bo'ladi, ya'ni sotib olganlarning fikri. U yerdan siz tovarning sifatini yoki materialini bilib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari otsiflarda yozgan bo'ladi, tovar bunaqa ekan, yirtiq keldi yoki qanaqadir qilib yozgan bo'ladi opisaniyasida. Xuddi boyagi uzun marketlarda ham bor-ku fikrlar. O'shanday ko'rsangiz bo'ladi. Undan tashqari mana bu tovar haqidagi ma'lumotlarni prosta o'sha otsifga kirmaysiz, sal pastroqga tushsangiz ko'pincha bo'ladi. Rasmlarning orqa tomonida qanaqa razmer tanlash, material rangi qanaqa, nimalar bor, bemalol ko'rsangiz bo'ladi.
Lekin ba'zida masalan sinib kelish yoki yirtilib kelish holatlari bo'ladi. Buni oldindan kargo aytishi kerak. Ba'zida kargolarda sinib kelish, masalan sinadigan narsalar mumkin emas deydi yoki qaysidir narsalar mumkin emas deydi. Undan tashqari agar tovaringiz yo'qolib qolgan bo'lsa, agar u kargoda mumkin emas bo'lishi ham mumkin. Chunki masalan ba'zi kargolarda sinadigan narsalar mumkin emas, ba'zi kargolarda elektron narsalar mumkin emas. Avia yo'nalishda, avia tariflarida ko'p kargolarda umuman elektronika mumkin emas yoki qimmat bo'ladi. Shuning uchun oldindan kargo haqida ma'lumot oling, kargo tanlayotganingizda, undan tashqari boya aytganimdek tekshiring. Va mana shu narsa ham esingizda tursin, o'sha olmoqchi bo'lgan tovaringiz ilovalarda ko'p sotilgan bo'lishi kerak. 150-200 ta emas, undan tashqari 1000 ta, 2000 ta ko'proq sotilgan bo'lsa yaxshi va undan tashqari otsiv bo'lishi shart. Odamlarning fikrlari, ularning rasmlari bo'lishi shart. Agar ular bo'lmasa yoki tovar kam sotilgan bo'lsa, u tovarni olishingizni umuman maslahat bermayman. Bu ko'rsatmalarga amal qilsangiz, tovarlaringiz o'zingiz xohlagandek qo'lingizgacha yetib keladi. Sizlar uchun ajoyib yangilik. Men birinchi marta 2 haftalik mini mentorlik boshladim. Bu kurs emas, bu jonli darslar bo'ladi. 2 hafta davomida siz bilan ishlashaman, siz bilan gaplashaman, savolingiz bo'lsa bemalol javob bera olaman. O'zi bu mentorlikda nimalarni o'rganaman deydigan bo'lsangiz, hozir men sizga sanab o'tib ketaman. Nimaga aynan Xitoydan tovar zakaz qilish kerak? Tanishuv bo'ladi va bu haqida to'liqroq video bo'ladi. Masalan, bu video 5-10 daqiqa, unda sizga to'liqroq hamma ma'lumotlarni berib o'taman. Ikkinchisi, ilovalardan buyurtma qilish texnikalari. 4 dan ortiq ilovalarni bu yoqda rasmi chiqyapti. Mana shu ilovalarni siz noldan oxirigacha sir sinoatlar bilan o'rganasiz 2 hafta davomida. Uchinchisi, qo'rquvsiz va xavfsiz tarzda Xitoydan tovar olib kelish. Agar aldasachi degan qo'rquvni yo'qotamiz. To'rtinchisi, ilovalardan to'g'ri ro'yxatdan o'tish. Qadam va qadam noldan professionalgacha o'rgana olasiz. Beshinchisi, ishonchli sotuvchini tanlash, tekshirish va soxta sotuvchilardan himoyada bo'lish. Boya men sizga qisqacha aytib ketdim, lekin bu mentorligimizda uzunroq, sizlarning savollaringizga javob bergan holatda juda ham qiziqarli bo'lib o'tadi. Oltinchisi, sifatli tovarlarni eng arzon narxlarda topish sirlari. Bir xilla mahsulotlarni 3 barobar qimmatga olyapti. Agar siz bu mentorlikdan keyin 3-4 barobar bemalol arzon narxlarga sifatli olishingiz mumkin yoki optim. Yettinchisi, to'lov tizimlari va Xitoy kartalari bilan ishlash. Alipay, WeChat, Visa yoki Mastercard hammasi siz uchun ishlaydi. Bularni qanaqa qilib ishlatish, Alipayni qanaqa qilib ochish, WeChat qanaqa qilib ulash, Visa yoki Mastercardlar ochish hammasi bu mentorlikda o'rgatib ketiladi. Mana shu 2 haftalik mentorligimizga qanaqa qilib qo'shilaman deydigan bo'lsangiz, video boshida ham sizga aytib ketgandim. Bu 2 haftalik mentorlikning asl narxi 899 ming so'm. Video boshida aytgan 50% chegirma mana shu videoni to'liq ko'rganlar uchun amal qiladi. Ya'ni 2 haftalik mentorlikka siz 455 ming so'm bilan qo'shilsangiz bo'ladi. Sizga aytish esimdan tushib ketibdi. Bu 50% chegirma, ya'ni 899 minglik narsani siz 455 mingga olishingiz faqat 24 soat amal qiladi. Faqat tezgina ulgurib oling. Agar kartamdan uncha pul chiqmaydi deydigan bo'lsangiz ham sizga imkoniyat qilib qo'yganmiz. Joyizni band qilishingiz uchun bu yoqdagi karta nomer va mana shu pastdagi adminni Telegramdan yozib, kartangizda bor pulni 50 mingmi, 100 mingmi qanchadir tashab qo'yib joyizni band qilsangiz bo'ladi. Mentorlik boshlangancha yana qolgan to'lovini qilib qo'yasiz. 24 soat amal qiladi va sizlarni mentorlikda kutib qolaman. 2 hafta siz bilan bo'laman, jonli darslar bo'ladi, siz bilan savol-javob bo'ladi va o'zingiz uchun narsalar olib kelsangiz bo'ladi, arzon sifatli yoki biznesingiz uchun boshlasangiz bo'ladi. Sizlarni mentorlikda kutib qolamiz. Yaxshi qolinglar. Meni Instagram sahifamga, mana shu YouTube sahifamga, Telegram sahifalarimga obuna bo'ling. Aytgancha boyagi to'lovni bu yoqqa qilib qo'ysangiz bo'ladi.